kimga bersam ekan? Kimga? Yolg'izgina qizimni kimga turmushga bersam ekan? Podshoh har kuni kechasi taxti ustida sukut qilib, uzoq vaqt tafakkur qilardi. Qizimning kelajagi, unga munosib bo'lgan yigit, mening aziz kuyovim. Bir kecha podshoh vazirini chaqirdi. Unga bugun tunda masjidga borib uyqudan ibodat va munojatni ustun qo'yadigan biror yigit bo'lsa topib kelishini buyurdi. Ishlari yurishmagan bir o'g'ri shu kecha qasd qilib masjiddan biror jo'yali narsa o'g'irlagani kiradi. O'g'ri masjidni qulflanganini ko'rib, devordan oshib ichkariga kiradi. Qo'lga ilinadigan narsa topaman deb qo'li bilan paypaslayotgan bir vaqtda kimdir eshikni ochayotganini eshitib qoladi. Endi nima qiladi? Hayron bo'lib qolib, o'zini go'yo namoz o'qiyotgan qilib ko'rsatadi. Vazir yordamchilar bilan eshikni ochdi. Qarasalar, bir yigit namoz o'qiyapti. Buni qarangga, subhanalloh. Namozga bo'lgan muhabbatning kuchliligidan eshikni berikligini ko'rib, bu yigit devordan oshib o'tibdi. O'g'ri qo'rqqandan namozni tugatib yangisini boshlardi. Uni kuzatib turganlar esa yigitning taqvosi, ibodatiga lol qolib, tasonolar aytishardi. Oxiri namozni tugatgach, uni saroyga olib ketdilar. O'g'ri nimalar bo'layotganiga tushunmasdi. Xayolda uni kimdir kuzatib, qabih ishidan xabar topgan deb o'ylardi. Saroyga yetib borishgach, vazir bo'lgan ishlarni hammasini podshohga yetkazdi. Yigitni qizi va podshohligiga munosib deb bildi. Podshoh rejasini yigitga bayon qildi. Yigit quloqlariga ishonmasdi. Nahotki eshitganlar rost bo'lsa, boshini quyi soldi. Xijolat bo'ldi, yig'ladi. Ichida o'ziga o'zi, "Hey Alloh, mehribonim Alloh, yolg'ondan, soxta o'qigan namozim sababidan meni valiahd qilding. Podshohning qizini nasib qilding. Agar namozimni iymon, ishonch, ixlos bilan o'qsam qanday mukofotlar" deydi.